Assalomu alaykum akalar. Bugun bizda Damas mashinasi. Bu mashinaga qiladigan ishlarimiz. Mashinamiz 6600 yurgan yangi Damas. Va biz buni klapanlarini regulovka qilishimiz kerak. Ko'rib turibsiz, mashina zavod bo'lishi qiyin. Va qaltirab soat motorga fitilab ishlayapti. Hozir biz shuni idealni qilib beramiz. Va shu o'rinda o'zingizlar uchun uy sharoitida agar yangi Damas bo'lsa va yangi gaz qo'ydirgan bo'lsangiz, uy sharoitida gaz regulovka qilishni ham birato'la o'rgatib ketaman. O'tgan bo'lsangiz, yaxshilab ahamiyat beringlar. Mana bu yerda tramblyor bor. Tramblyorni mana shu 12 voltni shuni bo'shatasizlar. Tramblyorni pastga qarab burasizlar. Pastga qarab. Oxirgacha burib turib, sal qaytarib qo'yasizlar bo'ldi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu zavodskoy zazorda turibdi. Zavodskoy zajgan edi. Biz hozir buni gazga to'g'rilab beramiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, zazor qolmadi. Biz buni bu yerda yaxshi ko'rinmayapti. Bo'shatib turib 12 voltni itardik nariga qarab. Itarib turib, dagansi itarib ozgina qaytarib qo'yasiz bo'ldi. Shu gazga zajgani qo'lga hisoblanadi. Endi shu holatida hali gazni regulovka qilmadik. Tramblyor o'zidan mashinaning rezultatini ko'rsak bo'ladi. Bismillah. Mana. Boya qaltirab turgan motor endi bir tekis ishlayapti, ko'rdinglar? Qanchalik katta rezultat beradi. Bitta shu tramblyorni surib qo'yganinglarning o'zi. Mashina hali qizimagan. Mana. Zavod bo'lishi ham bittada va rezultat ham zo'r. Qaldirashlar yo'q. Endi yana bitta ishimiz qoldi. Gazni reduktorini havo va gaz taqsimlashini to'g'rilab berishimiz kerak va shu bilan rasxod kamayadi, mashina ancha tortishi o'zgaradi. Qaranglar akalar. Bu воздушный tomon, воздушныйni mana shu boltini bo'shatib olasizlar. Bo'shatib olib orqaga surasizlar dakansa. Чтобы narigi tomondan kiradigan havo yo'lini yopishimiz kerak. Yopib turib, buni qotirib qo'yamiz. Va mana shu havo yo'li ochiq turibdi. Mana shu havo yo'lini ham yopishimiz kerak. Mana shu holatda bu tomonni ham zagushga qolasizlar. Hozir bitta bachok qopqog'ini topib, yo'llariga vlajnikni qistirib, qattiq qilib, jo'stki qilib tiqib yubordim. Xudo xolasi hech qayerga ketmaydi. Mana bu yerda ko'pchilikda kichkina shlanga chiqib, mana bu yerga kelgan bachokchasi bo'ladi. O'shani обязательно olib tashlaylar, bu kerak emas, bo'ldi. Motor havo olish kerak. Mana mashindan olgan havo yetadi. Ikkita tomonini cho'tki qilib zagochka qilib qo'yasizlar. Endi mashinani zavod qilamiz. Mashina yaxshi zavod bo'lmaydi, yaxshi ishlamaydi. Nima uchun? Keyin aytib o'taman. Bismillah. Mashina endi pitilab ishlayapti. Nima uchun? Sababi bu yerdan havo ko'p ketgan, ikkita tomondan. Havoga gazni ham ko'proq ochib qo'yishgan. O'shani hisobiga mashina hozir havo yopilgan, gaz ko'p ketyapti. Endi gazni kamaytiramiz bu yerdan. Ko'p turgan bo'lsanglar, mana ko'p ochib olishgan. Endi gazni kamaytiramiz. Sekin kamaytirgan sarimiz mana motor sekin yaxshi ishlayapti. Ko'rdinglar? Mana sekin mana yaxshilashyapti. Qotirgan sari. Bu degani gazinglar уже ekonom bo'lib boryapti degani. Ko'p siqorsanglar qaltirab qoladi. Sal yana ochib qo'yamiz, bo'ldi. Mashindan o'zingizlarga moslab regulovka qilib olaverasiz. Tortishini, rasxodini haydaysiz. Mashinangiz yaxshi yursa, sal siqib qo'yasiz. Yaxshi yursa, yana sal siqib qo'yasiz. Sal bo'g'ilib qolsa, ozgina qaytarib qo'yasiz, bo'ldi. Shu sizga regulovka o'zingiz qilgan bo'lasiz. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, komment yozib, Instagram va YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa bundan ham foydali videolar qo'yishda davom etamiz. Akalar, meni maqsadim avtobloger bo'lish. Mana shu odamlarga foydali videolar qo'yish, kimnidir mushkulini oson qilish, kimlardir shu ishni qildirish uchun ustaga keladi, mashinasini tashab ketadi, vaqti ketadi, peshkom yuradi ko'chada. Shu ishni o'rgatolman, sizlar ko'rib, o'zingizlar qilsanglar bo'ladigan darajada o'rgatib qo'yapman. Xudo xolasa hech qanaqa bir qo'ldan kelgancha hech qanaqa bir manfaatlarsiz o'rgatyapman. Faqat shu like bosib, kanalimga podpiska bo'lib qo'yinglar akalar. Xudo xolasa bundan ham ko'proq foydali videolar qo'yishda davom etaman. Joninglar sog' bo'lsa, xudo xolasa 98 ta odam kuzatib ekan meni YouTube kanalimda. Sizlarga kattakon rahmat. Shunchalik menga podpiska bo'lib kuzatib o'tganinglar uchun.
Xudo xolasa harakat qilaman podpischilarni ko'paytirishga inshaalloh. Sizlar bilan hali millionlarga chiqamiz xudo xolasa. İşte endi bu kanalni yurishni endi boshlayman. Xudo xolasa bundan ham ko'proq foydali videolar qo'yib o'taman. Ko'p gapiravergan bo'lsam uzr so'rayman. Sog' bo'lasizlar, joninglar sog' bo'lsin. Endi zavod bo'lishini qaranglar, sovuq motorga. Hali sovuq motor. Qo'la bor. Qali. Zavod bo'lishni qarang. Bo'ldi. Lekin kaltga qo'lingiz tegadi bo'ldi, mashina zavod bo'ladi. Agar shu atrofda bo'lsanglar, kechinglar sizlarnikini ham shunaqa qilib beraman. Agar YouTube'dan ko'rib keldim sizni, Instagramdan ko'rib keldim desanglar, tekinga ham qilib beraman. Shu ishda именно mana shu gaz regirovka, trambular zajganani tekinga qilib beraman. Agar YouTube'dan ko'rdim videongizni, shu yerga keldim desanglar, tekinga qilib beraman. Qali